Bugun birinchi marta afganskiydan tatib ko'raman. Sizlarga aytgan afganskiy jizim ham yetib keldi. Buni hidi dimoni qitig'layapti-yu. Bu taomni bonfile go'shtidan piyoz bilan sariyog'da o'zini texnikasi bilan pishirib berishadi. Go'sht juda suvli, go'shtni chaynagan sari mazasi chiqib kelyapti. Bitta yeb ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi. Mana shu turishi yarim kilo va yarim kilosi 182 ming so'm. Bu taomni siz kosmonavtlardagi Nargili kafesida yeb ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerni yana Samarqandcha zig'ir oshi ham zo'r. Shu atrofda turadiganlar buni juda yaxshi biladi. Go'shtlari mesni, dobri qilib solib berishadi. Oshni bir porsiyasi 40 ming so'm. Har xil salatlar ham bor, 8 mingdan. Nargilini yana bitta katta fishkasi bu 50 ming so'mlik biznes lunch. Bu lunchda birinchi, ikkinchi ovqati, salat, non va sharbati bo'ladi. Menimcha shu atrofda ishlaydiganlar uchun obedga zo'r variant. Biznes lunch taomlari har kuni har xil o'zgarib turadi. Shu Oybek metro atrofi 1 kilometr radiusgacha ham yetkazib berish xizmati tekin. Bu yerda yana yosh qo'zichoqni go'shidan qilinadigan o'ziga xos vaguri ham bor. Obedda va kechqurun pianinoda jonli musiqa eshitib tamaddi qilsanglar ham bo'ladi. Nargili ertalab 11 dan kechki 2 gacha ham ishlaydi. Adresi Kosmonavtlar, Jemchug domi shundan ro'parasi. Bu videoni hamkasblar gruppasiga tashab qo'ying, kerak bo'ladi.